Mana qanday qilib siz katta, tomirli va kuchli bilaklarni o'stirasiz. Xuddi haqiqiy og'irlik ko'taruvchilarnikidek. Sizga atigi 3 turdagi mashq kerak bo'ladi. Oddiy formula, ammo natija og'ir. Birinchidan, bilak bukish. Bu mashqni gantel, shtanka va trenajyor bilan bajaring. Eng muhimi mushaklarning cho'zilishi va qisqarishini his qiladigan variantlarni tanlang. Bu mashq bilan mushaklarning asosiy qalin qismi o'stiriladi. Hatto qo'llaringiz dam olayotganda ham mushaklar ko'zga tashlanadi. Ikkinchidan, bilakni orqaga bukish. Bu ko'pincha e'tibordan chetda qoladi, lekin juda foydali. Bilaklarning muvozanatini shakllantiradi va og'ir vazn ostida qulab tushishdan himoya qiladi. Uchinchidan, teskari bukish. Shtanga yoki gantel bilan bajaring. Bu mashq qo'llar yuqoridan pastga qaraganda to'liq va kuchli ko'rinish beradi. Yengil vazn bilan bajaring. Har bir harakatni nazorat bilan bajaring. Formaga e'tibor bering. Sifat har doim egoni yengadi. Har bir mashqda 3 ta to'plam, har bir to'plamda 10-15 tadan takror bajaring. Boshlanishiga haftasiga 2 marta mashq qiling. Keyinchalik kuchayganingiz sari 5-6 martaga ko'paytiring. Agar bu challenjni boshlamoqchi bo'lsangiz, kommentga boshladik deb yozing.